Серьезнeyroq savol kelgan. Miya yarmi qurishi mumkinmi? Xo'jayinimga shu tashxis qo'yildi. Ha, mumkin. Bu VSD deyiladi boshlanishi. Vegetososudistый distoniya bo'yin tomirida miyaga yaxshi qon, kislorod yetib kelmasligi natijasida miya yarim sharlarining bir funksiyasi o'sha pasayishni boshlaydi. Bu demensiyaga olib kelishni boshlaydi. ZPR olib keladi, zaторможенность психического развития, aqliy rivojlanish to'xtalishini olib keladi. Xotiraviy susayishlar, keyinchalik bu Parkinson, Alsgeymer kasalligi bo'lib kelishi mumkin. Boshlang'ich etapida o'sha vegetososudistый distoniyadan boshlanadi. Nima qilish kerak desa, birinchi o'rinda oshqozon hazm qilish traktini yaxshilanadi. Shunda qon suyuladi, bo'yin tomirlaridagi xolesterin bilashkalar erishishni boshlaydi. Ana undan keyin miyaga lecheniyaga o'tiladi. Igloterapiyalar qilishga shoshish kerak emas, chunki kapillyarlar yorilib ketishi mumkin.